Roblox, lekin uxla yoki o'lasan degan kartani o'ynaymiz. Ya'ni bu yerda buvijon bo'ladi. Biza buvijonni qochishimiz kerak bo'ladi. Bolalar, qaranglar, birinchi navbatda bizda nima qilishimiz kerak? Hozirroq mana bu yerda dvijoklar bo'ladi. O'shalarni birinchi navbatda sozlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Biza o'zimiz qilamiz. Albatta bizning sherigimiz yoki boshqamiz yo'q bo'lgani uchun biza o'zimiz harakat qilib bu yerdan omon qolamiz. Tirik qolishimizni istasangiz, hozirroq kanalga obuna va videoga like bosishni unutmangizlar. O'shanda biza bu yerda tirik qolamiz. Dvijokni lekin qancha vaqtda sozlab bo'lar ekanmiz, bolalar, juda ham ko'p vaqt ketadi. Chunki deganda biza soat 6 gacha bu yerda qochib ketishimiz kerak. Buvijon bizda qanday bo'lmasa ushlamaslik kerak. Agarda u ushlaydigan bo'lsa, biza o'ldik deyorsak ham bo'ladi, bolalar. Biza qo'ldan kelguncha mana shu dvijoklarni soldi, bu yerdan astagina surishimiz kerak. Yaxshi bolalar, qaranglar, biza dvijokni 51% ni qilib bo'ldik, lekin qanday bo'lmasa tezroq qilishimiz kerak. Hozir buvijon tez orada kelib qoladi. Biza oldida qochib ketishimiz kerak. Qaranglar, bu yerda hali sandiqlarni ochamiz. Qiziqarli kalitlar bor va mana shu 4 ta dvijok va biza ko'proq xoltadagi sirli xoltalarni yig'ishimiz kerak bo'ladi, bolalar. Ular mana orqalarimda yotibdi. Hozir birinchi navbatda dvijokni qilaman, bu yerdan suraman. Chunki deganda buvijon kelib bizni o'ldirishidan oldin biza bu yerdan qochib qolishimiz kerak bo'ladi. Bu la'natli uydan qochib qutulmasak bo'lmaydi, bolalar. Aks holda buvijon bizni bu yerda o'zida do'pposlab o'ldiradi. Qani ungacha tezroq mana bu dvijokni sindiramiz. Qani bo'la qol sozlaymiz. Buvijon kelibdi. Yaxshi bolalar, qochamiz. Buni o'chiramiz. O'chirdik, ajoyib. Endi biz tezroq yuqoriga chiqamiz. Chunki deganda nimaga? Buvijon kelishdan oldin biz uxlashimiz kerak bo'ladi. U ana kelyapti, bolalar. Qaranglar, endi ko'cha taraf ko'rinyaptimi? Sizlarga ko'rinyapti ana. Qaranglar, uni hozir betasi ko'rinadi. Mana shu ya'ni eshikni chiqish joyini hozir u eshikni oyog'i bilan bir tepa sindirib tashladi. Ishonmaysizlarmi? Qarab turingizlar. Hozir buni ko'rasizlar. Men nima dedim? U oyog'i bilan bir urib sindirib tashladi. Yaxshi bolalar, u hozir hamma yoqni tekshiryapti. Uxlayaptimi, yo'qmi deb bo'ldi. U tezroq ketgan edi va nihoyat ikkinchi kun. Qanaqa ikkinchi kun? Keyingi soat 1. Yaxshi, biz uyg'onamiz, ketdi bolalar. Biz endi nima qilamiz? Birinchi navbatda mana bu yerdagi narsalarni olishimiz kerak va mana bu yerda kalit kerak ekan, bolalar. Qanaqadir yashil kalit bor bu yerda. Mana olamiz, oldik. Yaxshi. Green, ya'ni yashil kalit. Yaxshi, ochdik. Endi biz pastga tushamiz, bolalar. Mana buni bu yerga joylashtiramiz kerak. Bu yerda yana 4 tama 5 tani topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ular qayerda bo'ladi? Mana bu sandiq ichida bo'ladi. Yaxshi, yashilni oldik. Endi biz tezroq harakat qilamiz bo'lmaydi, bolalar. Qani buni bunga joylaymiz. Nima buncha tez buvijon kelyapti? Qanday qilib bolalar, qanchalik bunchalik tez bo'lishi mumkin? Svetni o'chiramiz, yuqoriga uxlaymiz. Yo'q, qaranglar, buvijon bizga shunchalik tez kelyapti. Men qolgan narsalarni qilishga hech qachon ulgurmayapman, bolalar. To'g'risini aytsam, mana qaranglar, hozir mana buvijon yana bitta eshikni sindiradi. Biz 6 gacha qochib ketishimiz kerak, lekin bu yerda qanday qochib qutulamiz? Dvijoklarni sozlashimiz kerak hali. Mana bu yerda yana 5 ta kalit topishimiz kerak. Oho, bizning ishimiz juda ham ko'p, lekin bu buvijon bizga juda ham ko'p xalaqit beryapti va vaqt juda ham ko'p ketyapti. Qani ketdi. Keyingi dvijokni sozlaymiz, bolalar. Keyingi dvijokni qaranglar, mana buni olamiz va mana birinchi navbatda biz hozir dvijoklarni sozib, izdan so'ng qolgan kalitlarni bizga 4 soat 30 daqiqa vaqtimiz qoldi. Bu yerdan qochib qutulishimiz uchun, bolalar, biz tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi. Harakatni albatta sizlar bo'ladi, ya'ni sizlar hozirroq kanalga obuna va videoga like bosib, albatta obuna bo'ldim deb Roblox niklaringizni yozib qoldirasizlar. Haqiqatan obuna bo'lishlaringiz kerak bo'ladi va o'shandan so'ng biz mana shu buvijon la'nati uyidan qochib ketamiz. To'g'risini aytsam, menga bu qanaqadir buvijonning uyi juda ham g'alati va qo'rqinchli. Ayniqsa uning qo'lidagi tayog'i vobshe qo'rqitib yuboryapti, bolalar. Biz buni tezroq sozlashimiz kerak. Qani bo'la qol. Biz qaranglar, har bitta o'rgamiz 2,5 dan berganida juda ham zo'r bo'lardi. Chunki nimaga? Biz bu yerdan bemalol qochib ketar edik. Mana bu ham tezroq to'largan bo'ladi. Hozir 80 yo 90 atrofida bo'lar edi. Lekin bu hali 65 bo'ldi-da, endi mana 65 bo'ldi. Qachon bu yerdan qochirib kutib ketamiz, hali bilmadim. Noma'lum bo'ldi buninchilar. Biz lekin bu yerdan soat 2 bo'ldi. Bizning 4 soat vaqtimiz qoldi. Qanaqa? Yo'q, har bir daqiqani o'zi bir daqiqa bo'lib ketyapti. Qanday qilib? Yo'q. Biz lekin bu yerdan qanday bo'lmasin qochib qutulishimiz kerak. Bo'la qol. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bo'ldi, yaxshi. Ketdik. Mana ularni olamiz. Och. Yaxshi. Buni olamiz. Bo'ldi. Let's go.
Let's go bo'limchi. Let's go. Bu kelyapti. Buvijon kelyapti. No way, biz urgura olmaymiz. Lekin qaranglar, biz ungacha mana bu yerdagi narsalarni yig'ib turamiz. Yaxshi bo'ladi. Uxlaymiz bo'limchilar. Lekin bu yerda qanday qochib qutulishimiz ham mumkin bo'ladi? Bu juda ham qiyin bo'lyapti-da. Juda ham murakkab bo'lyapti. Bu buvijon oyog'i bilan bir tepib beradi. Meni bir bosib ezib yuborsa kerak. Mana lekin kutamiz. U bizni tekshiryapti va nihoyat u yana ketdi bo'limchilar. Ajoyib. Biz uyg'onishimiz kerak. Uyg'on bo'la qol. Uyg'on. Ketdi. Let's go bo'limchilar. Biz yuqoriga chiqamiz, yuqoriga. Yaxshi, bu yerda ham mana bunaqa so'mkachalar bor ekan. Ajoyib. Biz bu yerdan chiqa olmas ekanmiz. Pastga tushamiz. Pastga yugurdik. Bizning vaqtimiz ketyapti bo'limchilar. Bizning vaqtimiz ketyapti. Mana bu yerdan kalitlar olishimiz kerak. Olamiz, ikkita olamiz. Bu bitta kalit olar ekanmiz. Kelinglar, hozir mana buni bu yerni ochamiz. Mana buni. Bunga yaxshi, ajoyib bo'limchilar. Biz endi mana bu yerdan yana bittani olamiz. Yana bitta kalor. Endi kelinglar, hozir buni ochamiz. Riski podvalga tushamiz. Ketdi bo'limchilar. Hozir mana buni pastga joylashtirib chiqamiz. Qani bo'la qol. Yaxshi bo'limchilar. Mana bu yerda ham bor ekan, buni ham olamiz. Chunki buni ham bizga mana bu yerda ham bor ekan. No way, nima bo'limchilar. Biz bu yerda quchilib qotamiz desak, bu yerdan qochib ketamiz desa, bu yerda xalaqt bergan. Yaxshi, qizilda ham topdik. Ajoyib. No way, bizning soat 3 bo'ldi bo'limchilar. Bizning 3 soat vaqtimiz qoldi. Buvijon bizni kelib taktikamizni yakson qilib tashlaydi. Biz bu yerdan qutulib qolishimiz kerak. No, bo'limchilar, albatta sizlar obuna bo'lsangiz, biz bu yerdan albatta qochib ketamiz. 100% javob beraman. Kelib biz ko'chaga chiqamiz. Ko'chagadagi dvijokni sozlashimiz kerak. Lekin buvijon kelishdan oldin mana bularni ham ochamiz, olamiz. Bu bizga kerak bo'ladi yuqoriga chiqish uchun. Qani ungacha mana yerda qo'ldan, bo'ldi, ajoyib. Yaxshi, biz qo'ldan kelguncha bu mana bularni harakat qilamiz. Mana bularni ya'ni mana shunday to'g'rilash uchun qani bo'la qol. Yaxshi, 35%, 37, 40%. Yaxshi. Nimaga bo'limchilar yana buvijon kelyapti. Biz urgura olmaymiz. Tezroq bizga qanaqa baza, tezroq yotoqxonamizga borishimiz kerak, kravatimizga. Svetni ham o'chirishimiz kerak. O'chirdik. Yaxshi. Tezroq. Uxladik. Qaranglar, bizda hozir so'nggi dvijokni sozlaydigan bo'lsak, mana bu yerda eshik ochiladi bo'limchilar. Mana bu yerda eshik ochilgandan keyin yuqorida narsa bor. Yuqoridagi kalitni olib, biz bu yerdan ketamiz. Mana buvijonni turqi menga yoqmayapti. Basharani qaranglar. Bashara shunchalik xunukligini. Chunki bu yovuz buvijon. Va ichiga ruh kirib olganmi, ajina kirib olganmi? Hayron qolaman-da. Qani let's go bo'limchilar. Biz dvijokni yana sozlashimiz kerak va qaranglar, bizga yana kalit kerak bo'ladi. Yuqoridagi narsalar orqali ocha olamiz. Bizning 2,5 soat vaqtimiz qoldi. Albatta biz buni bu yerdan qochib ketamiz. Albatta sizlar shuning uchun hozirroq kanalga obuna va videoga like bosishni unutmanglar. Qani tezroq. Oz qoldi bo'limchilar. Hozir mana buni men uddalayman. Uddalaganimdan so'ng bu yerdan biz buvijonni qochib ketamiz. Yaxshi, let's go bo'limchilar. Biz buni uddaladik. Men qayerga kirib qoldim? Nursin, mayli, kelinglar, hozir biz yuqoriga chiqamiz. Qaranglar, bo'ldi, yog'och bor ekan, ajoyib. Kelinglar, hozir mana buni bunday qilsak, hozir mana bu yerda mana bularni yig'ib olamiz. Mana bu yerda ham borda, vaqt ketyapti, soat 4 bo'lyapti. Bizning 2 soat vaqtimiz qoldi, xolos, bo'limchilar. Qani 4 bo'ldi. Xo'sh, buni bu yerga joylaymiz. Qani tezroq. Mana bularni olamiz. Ajoyib bo'ldi. Mana o'ylashim bo'yicha hozir bitta kalit olsak, bo'ldi. Uyqu nimaga kerak? Bo'la qol. Stop. Bo'ldi. Qani tezroq oxirgi kalitni olishimiz kerak. Bo'l, yaxshi. Oy, urguramiz bo'limchilar. Buvijon kelyapti o'zi. Buvijon kelyapti, bo'limchilar. Oxirgi kalitni olamiz. Oxirgi kalitni olmasak bo'lmaydi. Oldik. Yugurdik. Buvijon kelyapti. Eshik sindiryapti. O'chmadi. O'zi biladi bo'limchilar. Men yuqoriga chiqaman chunki hozir buvijon kelyapti. Meni u o'ldirishi mumkin. Men bu yerda tirik qolishim kerak. Oxirgi kalitda 2 dona kalit qolgan. Qaranglar, hozir buvijon ketadi. Men bu yerdan astagina borib kalitni qo'yaman. Lekin bizda soat 6 gacha bu yerdan qochib ketishimiz kerak. Albatta sizlar obuna bo'lsangiz bu yerdan qochib keta olamiz bo'limchilar. Yaxshi, uyg'onamiz. Qani let's go bo'limchilar. Bizning vaqtimiz ketyapti. Xo'sh, kalitni qo'ydik. Yaxshi. Keyingi kalit. Oxirgi kalitni olamiz. Qani bo'la qol. Yaxshi bo'limchilar. Biz bu yerdan qochishni uddaladik. Men nima degandim? Uddalaymiz da bo'limchilar. Biz bu yerdan qochishni uddaladik va nihoyat. Shuncha sizlar bilan men Astro bo'ldim. Kelgusi videolarda ko'rishguncha